Biz Abu Sahidagi o'ptimchiligi ko'yni ishlab chiqarib beramiz. Bu safar 2 fasonga material olib kelishdi. Bugun 8 ta rulon gulli shtapel matosidan sharfli namaznik ko'yni bichamiz. Nechta ish bichganimni video oxirida aytaman. Bozorda ko'pchilik sotuvchilar rulonli arzon qilib beraman deyshadi, lekin masala narxida emas. Rulonni ochganingizda haqiqiy holat chiqadi. Ichidan birak joylari teshilgan, ilingan, to'qimga qolingan qismlari arzon olganingiz bilan shunaqa yo'qotishli bo'ladi. Biz har bir joyini kesib, tozalab, nastilga moslab, bir-biriga to'g'rilab joylaymiz. Bu taxlashga nisbatan ko'p vaqt oladi, lekin sifatli ish shunaqa qilinadi. Shunaqa qilib biz bugun 133 ta namaznik bichib, tikuvchiligi tikishga berib yubordik.